Jonga tegdi bunaqa befaroslar. Avtomobilim zaryadlashim kerak, lekin men yoqqa Spark mashinasini qo'yib qo'ygan. 102 ga telefon qilib oldirib tashlaymikan? Nima do, san ukam? Nima deyishim kerak? Bu elektromobillarni zaryadlash joyi bor, boshqa joyga parkovka qiling. Yo'q, xohlagan joyingga bor xohlasan. Nima deyapsan? Rostdan ayting, elektromobilingizni zaryadlashga kelsangiz-u, zaryadlash joyida benzinli avtomobillar turib qolgan bo'lsa yoki bo'lmasa zaryadi to'lgan elektromobillar qolib ketgan bo'lsa, sizning ham jahlingiz chiqadimi? Elektromobil egalari zaryadi kamligidan zaryadlash stansiyasiga kelganda ushbu joyda avtomobillar to'laligini ko'rib, majburligidan noqulay bo'lsa ham uzoqroqdagi stansiyaga borishga majbur bo'ladi. Shu kabi holatni megavat zaryadlash stansiyasini egallab turgan avtomobillar ko'rsangiz, nima qilishni o'rgataman. ROD 24 ilovasidan avtosignal bo'limi orqali avtomobil egasi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, hech qanday janjallarsiz, tortishuvsiz, oddiygina insoniy tarzda mashinani olib qo'yishini so'rasangiz bo'ladi. Hurmatli haydovchilar, yo'llarda bir-birimizni hurmat qilib avtotransport vositasini boshqaraylik. Shu kabi muhim ma'lumotlar yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.